Uyingizda bujon dodajonlaringiz bo'lsa, albatta bu pirogni tayyorlab bering. Sababi chaynashda umuman hojati yo'q, og'izda erib ketadi. Eng muhimi, xolodilnikda qolib ketgan barcha narsani, ayniqsa murabboni ishlatib olsangiz bo'ladi. Ketdik kunda bugun siz bilan qirg'ichli pirog tayyorlaymiz. Bizning uyda bir chelak olxo'ri bor edi. Uni nima qilishni bilmasdan tayyorgina pirogim uchun nachinka tayyorlab oldim. Yuvib, tozalab, to'g'ralgan olxo'rini qozonchaga solamiz, ustidan shakar solib, birroq qaynatamiz. Kraxmalli massani solib, quyilgunigacha aralashtiramiz. Konfityrimiz tayyor. Sizlar xohlagan meva yoki bo'lmasa xohlagan murabboni ishlatsanglar bo'ladi. Og'izda erib ketadigan xamir uchun esa elangan unga margarinni solib, qirg'ichdan o'tkazib, urvoq holatiga keltirib olamiz. Urvoq ustidan shakar, razrixletel, qaymoq yoki smetana va bittagina tuxumni solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirni 2 zuvalaga, bitta katta, bitta kichkinaga bo'lamiz va kattasini xolodilnikka, kichkinasini morozilnikka qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikda biroz dam olgan katta xamirimizni olamiz, listimizga mo'ljallab qo'limizda yoyib olamiz. Tayyorlab olgan jem yoki murabboni solamiz, ustidan esa morozilkada birozgina qotirib olgan kichkina xamirimizni tyorkani katta ichidan bir tekisda qilib chiqarib olamiz. Oldindan 180 gradusda yoqib qizdirib qo'ygan duxovkamizga pishirish uchun yuboramiz. Ustilari tillarangga kirgunigacha. Avval sovutib, keyin kesib dasturxonga tortamiz. Kam masalliq va kam vaqtda tayyor bo'ladigan bu mazali pirog uchun bittagina like bosib qo'ying. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.